Davom etamiz. Tarixda ba'zi siymolarga turlicha baho berilgan. Shermuhammadbek Qo'rboshi ham ana shunday shaxslardan biridir. Sovet davrida u bosmachi sifatida talqin qilingan bo'lsa, bugun ko'plab olimlar uni Turkiston Milliy ozodlik harakatining yirik yetakchilaridan biri sifatida e'tirof etmoqda. Hozirda Turkiyaning Adana viloyatida uning avlodlari, o'zbek vatandoshlarimiz istiqomat qilishyapti. Xo'sh, ular ajdodlari xotirasini qanday asrab kelishmoqda? Vatandoshlar jamoat fondi hamkorligida tayyorlangan navbatdagi reportajimizda ana shu savollarga javob topish mumkin. Tarixdan ma'lumki, Shermuhammad Qo'rboshi Farg'ona vodiysida Milliy ozodlik harakatining yetakchi rahbarlaridan biri bo'lgan. U boshchiligida tuzilgan Turkiston muvaqqat hukumati 1922-yilda tarqalib ketadi. Shermuhammadbek Qo'rboshi ukasi Nurmuhammad bilan 1923-yildan boshlab Afg'oniston, Hindiston va Pokistonda 1955-yillargacha vatandan uzoqda, katta qiyinchilikda yashagan va 1955-yilda Shermuhammadbek Qo'rboshi Turkiyaning Adana shahriga keladi va hayotining so'nggi damlarigacha shu yerda yashaydi. Uning nabirasi Muhammad Asmanbek bobosini shunday xotirlaydi. Tarvuz ekendi, ko'chadan tarvuz sotgan odam o'tayotgandi. Tarvuzchi to'xtagin deb, nechta biri dede deganda hammaga taqatib bergin deb tüm ballarga tarvuz ekan. Çünkü ballarni suyardi. Çünkü bitta olib qo'ysa narigi üzülmesin deb ko'chadagi tüm ballarga olib bergan. Vatan ozodligi uchun kurashgan Shermuhammad Qo'rboshi umrining oxirigacha O'zbekistonga qaytish orzusida yashagan ekan. Türkiye Cumhuriyeti kelgan paytda joy bergan. Joylarda olmagan. O'zbekiston ozod bo'ladi, biz ketamiz degan. Ömrü ozod bilan o'tib ketgan, hasrat bilan o'tib ketgan. İnsan tug'ilib katta bo'lgan joyi boshqa narsa. Biz bitta tug'ilib katta bo'ldik, ana vatan deydi ama ata yurtimiz bize O'zbekiston. Bilamiz. Onlar ham tug'ilib katta bo'lgan yeri ed. O'shuning uchun hasrat yomon narsa. Ular hep bu hasrat bilan o'tib ketgan. 1955-yilda Pokistonda muhojirlikda yashagan 1100 nafar o'zbekka Turkiya fuqaroligini bergan. Ular orasida Shermuhammad va uning ukasi Nurmuhammad ham bor edi. Bugun Adanada mana shu o'zbek vatandoshlarimizning qahramonlik ko'rsatgan ajdodlariga ehtirom sifatida Shermuhammad Qo'rboshining haykali o'rnatilgan. Tüm Türkistan'daki Qo'rboshilar adiga bo'lsin deb, shuning uchun Turkiston Qo'rboshilar parkı. Tüm Türk Qo'rboshilarga bitta parkı atını qo'yganmiz. Hem yeni yetken ballar ham, yani bu vatanni azatlık için urushgan insanlar bular. Qo'yib ketishgan emas. Hammasi azatlık için urushgan, kurashgan. Muhammad Asmanbek bugun Adanadagi Turkiston jamiyatining rahbari. Bu yerdagi barcha tadbir va marosimlar turkiy xalqlarining qadriyatlari va an'analariga mos ravishda o'tadi. O'zbekiston hukumatini e'tibori va ko'magini qadrlaymiz deydi ular. Turkiyada zilzala bo'lgan, katta zilzala. O paytda sağ olsun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 6 uçak jo'natgan. 100'den köp tır jo'natgan. O bizi faxrlandi. Çok biz gurur duyduk. Özbekistan bizi arkamızda, bizde bille deb, Özbekistan halkı olsun, hükümet olsun, meddeyilerde kimsenin yalnız koygan emas. Fuqaralarga sahip chiqqan deb, bunu hammasiga aytganmiz biz. Deyimiz Özbekistan arkamızda, biz kuvvet alamiz ondan, kuch alamiz. Adanada tug'ilgan o'zbek vatandoshimiz boshidagi do'ppisiga 55 yil bo'lgan ekan. Shu birgina misolning o'zi ham ularning vatanparvarligidan dalolatdir. Ben Özbek balasıyım. Benim ruhum Özbek. Benim atalarım Özbek. Taamlarım Özbek. Biz Özbeyiz yani. Bizlik Özbeyiz. 1973 yılında benim emekim Sovyetler Birliği Taşkent'e gitti. Taşkent'ten oradan karındaşlarım bunları getirdiler. Bizim aile kullandı. En son kalanını ben kullanıyorum. Sonuncu. Dopu. Evet. 1973. Özbekistan'ı çok sevdim. Özbekistan'da uçaktan indiğimde öptüm Özbekistan'ı. Babam da, benim atam da beraber ikimiz toprağı öptük. Çok gözlerimiz ağlayacak gibi oldu. Çok sevindik. Taamlar çok güzeldi. Akrabalık, karındaşlık çok güzeldi. Onlar bizi hiç unutmamışlar. Biz de onları hiç unutmadık. Ruxsora G'afurova, Sirajiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun Turkiyadan.